Assalomu alaykum akalar, mana payshanba kuni kechki payt prямой efirda mana shularni o'ynaymiz. Xudo xolasa shu videoni tagiga do'stlarni belgilanglar, imkon qadar ko'proq do'stlarga tarqatinglar, like bosib qo'yinglar. 500 ta like bo'lib qolsa payshanbagacha, payshanba kuni xudo xolasa kechqurun prямой efirda tarqatamiz mana shu kattalar. Ular ham juftga tushib qoladi dedi mana xudo xolasa. Ular tayyor jut. Keyin yangi yosh ukalarimizga mana shu 5 tasini beramiz. Kim qiziqsa mana shu 5 tani bitta odamga beramiz. Mana xudo xolasa kommentga belgilab ketinglar do'stlaringizlarni, yangi ishqibozlarni 5 tasi yangi ishqibozlarga. Bu ikkita mana chiroyli Valerda boqaman degan aka-ukalarimizga mana bular Valerda boqilgan, faqat Valerda boqiladi. Bu ikkovini mana tushirib bolalarni uchirsanglar, bolalar zo'r chiqadi xudo xolasa. Bolalikdan qo'limdan oldik. Obunachilarimiz uchun atay juklab qo'ydik mana xudo xolasa. Juk bo'ladi ular ham. Bular tayyor juk. Bular yangi obunachilarimizga, yangi kaptar boqish boshlagan ishqibozlar uchun xudo xolasa manzilimiz Andijon viloyati Ulug'nor tumani. Har kuni kechki bozorimiz bo'layotdi. Hozir seshanba, payshanba, yakshanba kunlari kelib bemalol sentrda joylashgan. Mening uchun eng yaxshi kaptar olib kelib sotsanglar bo'laveradi. Suyanganim akam bor.